Yo'l patrul xizmati xodimining hayotini xavf ostida qoldirgan haydovchi qamoqqa olindi. Haydovchi oynani qasddan yopib olib, qo'li old oyna ichida qolgan xodimning hayotini xavf ostida qoldirib, mashinani boshqarib ketgan. Avtomashina bir necha masofalarni bosib o'tganidan so'ng to'xtatilgan vaqtda haydovchi yashirinishga uringan. Olib borilgan tezkor qidiruv harakatlari davomida mazkur transport vositasi va uning haydovchisi aniqlanib, qo'lga olingan. Uzrab ketdim ozgina. Taxminan 60 metrmi, shunday qo'rqqanimdan qochgandim. Bunaqa bo'ladi deb o'ylamagandim. Kechirim so'rayman. Boshqa bu holat takrorlanmaydi. Qilgan ishimdan pushaymonman. Agar vaqtni orqaga qaytarganda bunaqa ishni qilmasdim. Hurmatli haydovchilar, menga o'xshab bu holatga tushmanglar. Gaya xodimlari to'xtatgan paytda to'xtanglar. Gaya xodimlaridan uzr so'rayman. Oila a'zolaridan. Xulosa qildim, takrorlanmaydi, pushaymonman.